Aya uy kiyim bilan o'yinchoqqa to'lib ketdi. Voy nevaraginamga yetsa muallim, yetmasa jonimni beraman. Aya bergan maykangiz jirtiq-ku. Yangi mayka ukang to'rilgana kelgan xolos. Keyin 4 martagina pul artganmiz bu. Qancha xohlasang pul beraman. Bir martagina tog'a de, bir martagina tog'a de. Bir martagina tog'a desam pul berasizmi? Dada desang ham bermayman. O'zi tog'a desang boshimga urib kiradi. Tur qira. Obid jiyancham oti nima? Ha, birinchi jiyancham oti Xolmurod. Chapjilkasining tepasida holi bor-da, shunga shetib qo'yganmiz. Obid mana jiyaningmi? Oti nima? Bilmayman. Kimni bolasisan, ey? Jiyaningizman-ku tog'a. Ha, yo'q-ey. Necha jiyanim bo'lsa endi bu? Oting nima edi? Sunnat. Sunnat? Nima unday ot qo'ygan senga? Tog'atingga tashlab ketding? Tashlab ketag'an? Yo'q. Hech bo'lmasa bittagina kiyimni tashlab ketib o'tiramiz. Aya, men ketdim. Opa, ko'zga nasibim nima meni bolalaringiz tashlab ketyapsiz? Olib keting. Bir haftagina qolg'aysiz. Hech kerak emas. Oqshomlar arilib quloqni yanjiydi. Ma, keyin ana uydagi kiyimlarni ham olib ket. Shunday siyib sasib tashay. Birinchi nevaraga boshqa. Nima bularga boshqachasizlar? Ha, endi birinchi nevara havsak bo'ladi-da. Keyin bitta bizlarda emas, mana hammada birinchi nevaraga hamma narsa beriladi-da. Keyingi nevaralarga shimildirib ham yo'q. Sizlarda ham shunaqami?